Ay bir çakan bana ey kuting iştek mağmay. Uycu canım altın öpürme. Ben kiyim alıma kiyim. Uycu altın öpürme. Ay bütün altınlarımı başta takılasam. Kandak kılımız minnak erek dostunuz altın yaraşmışsa. Oy bana bir yarışı şu altın. Ya Kiyim ağımız algan. uycu altın öpürme. Altı eperse bana ha. Ha bana çakma bana. Uycu canım bana muhabbetimge bir tak altın öpürme. Oy senin gap katıdı. Karab kalmay altı aldı. Aslında bilagim altın yarışıtga. Hey yarışıda buğdga altın but. Bütün altınlarım takıp. Ha kariyadaş. Kana altı almaz. Sizler qanaqaraq altın? Manucu bir oğvalı has altın eprem. Bana bir nazuk bir kızvaldak etni başlap bir kızvaldak kiyinip bir nazuk kiyimle yarıştığım bir altın eprem bana. Arman qapım altın dükunumuzda bugün kelgan dal sizga tushgan bir yangiligimiz. Mana chiroyli mı ki? Behçirak geçti. Anandekin mau yigitga bizningki mau yangiligimizdan qo'lga taqaydigan soat anandekin xurum bog'liq taqib bir tal. Hey oğval oğan ki manda takıp duruyor adaş. Bütün altınlarımı takıp ha kaç pul geldi? Serki olsun takamın kız balı takaygan hep. John siz takamın çok kız balığı takaygan yuşun hep. Oy ben takaya. Makimen bekar aşkıdak. Ben bir isala pırang ma çikitip onun dikin diş olayım ben bununla. Hazır armanım qapım altın dükunumuzda dal bizning faoliyat vaqtimiz ulgurib ketibsizdan şu an faoliyatdan bahramand bo'la olasiz. Ma altının hamısı neç pul geldi? Bu altınımızdan aran 3000 koy etrafida chiqadi. Ma çuma erencinin. Mala 600 koy etrafida, ma saatimiz 600 koy etrafida chiqadi. Ma armanım kaplım altında bütünlay altın ezan boğan ki bütün altın mişed altken sesli. Oye, azap olacak takaygan bu takaygan. Xanim ma altının faaliyetini bir düşündürüm. Ma 3000 koyluk, ma 700 koyluk, 3700 koyluk altın ağıdak ma bir soğatlık var mı ya? Albatta ba hazır qattiq biz faoliyat qilyapmizda arman qapım altın dükunumuzda mayli mashinada ko'rkab 3000 ko'yluk altın alamiz va yoki 300 ko'yluk altın alamiz so'mimiz cheklanmagan ahvolasida qapım altınlı setib olsangiz bizningki chek tartish faoliyatimiz erisha olasiz. Birinchi darajalik mukofotimiz ma siz ko'rayotgandek qapım altın uzuklarimiz. Ikkinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa ma uyingiz kam bo'sh bo'lmaydigan diafangollarimiz. Uchinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa e'tibor maqbullik chek tartish ichidan 11 ko'y bilan yuqorisi 333 ko'ygacha maqbul chiqadi. To'rtinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa jin qurum bog'liq soatimiz. 5-darajalik mukofotimiz bo'lsa qo'llarimizning yarışı bo'lgan ma'noda qoshlash bilagizlarimiz. He, quvon xo'p ketgan deylik. Bak feyizga. Unda bo'lsa başını sepirayım sizga. Hey, uningdagi ma davomliq armanim qaplım altından altın piyozini ekirsak bir mukofot bormi? Albatta hozir faoliyat mezgilida burun bir yilning yoki dukunimizning qaplım altın setib olgan xaridorlarimiz piyozini ekirsa haqsiz so'g'atliq erisha oladi. Ha, amisicha dushanba so'y maya qariya ma paydo oldiga ya qara. Anadaki en çok bir faoliyatimiz var. Hiç kim kıt bakmagana. Arman qaplım altın dukunimizning qaplım altın setib olsangiz nusxa pul elinmaydi va faoliyat vaqtida. Voy. Onda bo'lsa dushanba kuni bir kirsak o'g'dak 22-yillar. 10-oyning 8-gacha faoliyatga to'liq qatnashib olsak bo'ldi. Haqiqatan do'stlarimizning baq qatnashib ketdi. Telefon numarini bir adresini aytib turing. Oldu. Bizning aloqa telefon numaramiz bo'lsa 139 0997 33 60. Bir aloqa telefon numaramiz bo'lsa 186 99 77 42 42. Haqiqatan bizningki faoliyat vaqtimizni bilmay qolsa do'stlaringiz bir yetkazib qo'yasizlar. Bizning faoliyat vaqtimiz bo'lsa 9-oyning 22-kunidan boshlab 10-oyning 8. Bundaq nemish bunda uzun qildingiz deganda 9-oyning 22 armonim qapım altınımızning tug'ilganligining 1 yil xotirga. Uningdan keyin bizningki 10-oyning biri xalqaro davlat bayramimiz munosib qo'sh bayram munosabati faoliyat vaqtini shunday uzun qildik. Ha, adresini berdi bitan amsa. Dukunimizning adresi bo'lsa Shayar noyisi Shayar bozor ichida joylashgan bo'lib, ya'ni Bushunji oltin ko'chada joylashgan bo'lib, Armonim oltinlar degan do'kon shu. Ha, unda bo'lsa do'stlarim boshlab kelay mani hisoblab turing. Ma'qul. Ha, men qariyamaga.